Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Uytop kanalida arzon yaxshi xonadonlarni qidirayotganlar uchun bitta zo'r variantimizni e'tiboringizga taqdim qilib beramiz. Hozir esa biz Sergeli tumanida joylashgan stроитель deyiladigan, ya'ni quruvchilar massivi deyilgan joydamiz. Aynan shu joy 12-metro bekatiga yaqin joy bo'lib, kanalizatsiya, svet, suv, gaz, ya'ni kommunallardan hech qanaqa muammosi yo'q lokatsiyalardan biri hisoblanadi. Endi esa qo'li bilan tanishtirib o'taman. 40 kilo urishimizda bemalol ikkita mashina sig'adigan joyimiz bo'lyapti. Keyin bu yoqqa o'tganimizda ko'rib turgan eledek zeleniy zonamiz mavjud. Undan tashqari xonadonimiz ikkita bu yerda Hasan Husan sotilyapti. Lekin bittasida podvali bor, ya'ni bunisida. Keyingisida esa podvali yo'q. O'shaning hisobiga ham narxlari boshqacha. Kimgadir ekonomikroq kerak bo'ladigan bo'lsa, podval sizni tavsiya qilamiz. Kimlarga menga pulim ko'proq, podvali ham bo'lsin deganlar uchun ham mana bunisini beramiz. Endi men sizlar bitta xonadon bilan tanishtirib o'taman. Bu yoqqa kirib kelganimizda ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yog'imiz mana zal bo'ladi. Ulfat shoda bo'lsangiz, mehmon do'st bo'lsangiz, mana shu joyini bemalol mehmon kutadigan joy qo'yishingiz mumkin. Bu yoqqa o'tganimizda letniy kuxnya uchun joy mo'ljallangan ekan, ya'ni ochiq hayvon. Bu yoqqa bitta kuxnyani yasab qo'yib, bemalol shu yerda yozgi jazirama issiqlarda ham vaqtingiz o'tkazsangiz bo'ladi. Ventilatorlarni qo'yib qo'yib, kechki salqinda zo'r bo'ladi. Endi esa xonadonga kirib boraveramiz. Xonadonga kirib kelganimizda ko'rayotganingizdek hol zal, ya'ni studiyniy variantda qilingan bu hovlimiz, bu yoqda oshxonangiz bo'ladi. Bu yog'ingiz mana o'tiradigan zona hisoblanadi. Bu yoqda mana qish kunida vaqtingizni o'tkazsangiz bo'ladi. Bu yoqqa o'tganimizda bu yog'imiz ko'rib turganingizdek spalniya xonasi bo'lyapti. Родительский spalniya bu yoqda saunzillari mavjud. Spalniyaning o'zida ham. Endi esa keyingisiga o'tamiz. Bu yoqda undan tashqari общий saunzilimiz bor. Ya'ni umumiy foydalanish uchun hojatxona va dushovoy. Ruscha aytganim yaxshi ekan, saunzillar. Endi esa dalish o'tiramiz. Bu yoqqa o'tganimizda esa bu yoqda ham родительский xolasangiz spalni qilib qo'ying, xolasangiz zal qilib qo'ying, lekin bu yerda ham saunzillari mavjud ekan o'rtoqlar. Endi dalish o'tiramiz. Menimcha bu yoqqa o'sha zal qilgan yaxshi, ya'ni mehmonxona. Ochiq zona bor ekan bu yoqda. Endi bu yoq o'z sirkulyatsiya uchun mo'ljallangan joy edi. Kengroq qilganlarini hisobiga bu yerda mashli, keyin qozon qovoq, boshqa narsalar qilib o'tirsangiz bo'lar ekan. Endi bu yoqqa o'tamiz. Farzandlar uchun mo'ljallangan kichkinagina spalni xonasi bor. Umumiy maydoni 2 so'tga qurilgan massiv stроительligi 4 ta xonali kottejimizning narxiga keladigan bo'lsa, $87,000 so'ralyapti. Ayni shuni siz keyingisi ham bor, xuddi shu proyektda, faqat uni podvali yo'q. Unisini narxini $83,000 so'rashyapti. Yana joyida kelishiladigan joylari bor. E'tibor uchun rahmat. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Uy sotayotgan bo'lsa ham qo'ng'iroq qilib qo'ying, o'zimiz tezgina sotib beramiz. Sog' bo'lasiz.